Barchaga assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan irratsional tenglamalar davomini ko'ramiz. Xo'p, demak qaranglar 45-misolga. Bizda aytilganki, mana bu a'larni o'rniga qanaqa son tanlasang yoki qanaqa sonlar tanlasang, aynan ikkita kasrning hisob-kitobi bir-biriga teng bo'ladi deyapti. Tushuntira oldimmi? O'rtaga teng qo'yganim sababi. A ga nimadir qo'yasan, masalan 10 chiqsin. Mana bu A ga ham xuddi o'shani qo'ysam, bu ham 10 chiqib qolsa teng chiqadi-da, to'g'rimi o'sha paytda? Shuning uchun tenglashtiryapman. E'tibordim? O'sha A ga qanaqa son tanlanishi kerakligini hozir bilamiz tenglama qilib. Bo'ldi, boshladik. Ikkala tomonni kvadratga oshirib tashlasak bo'ladi, shunaqami? Yoki boshqa yo'llari ham bor. Mana bu yerda ildiz 40 olish yo'li ham bormi? Ildiz 40 ga o'xshab qoladimi? Mana qara. Qisqartirib ketaversang bo'ladimi? Qisqartirib ketdim. Nima deyish kerak? Ikki tomonda qisqarib ketgan noma'lum bo'lsa, qisqarib ketgan 3 minus A ni 0 ga teng deyish kerakmi? Bu degani A teng 3 ga. Va qisqarib ketgan ifodang ildiz ekanda, nima qilish kerak uni? 3 minus A ga 0 dan katta yoki teng deb aniqlansa qolish kerak. Tushunarlimi? Bu degani A kichik yoki teng 3 dan bo'lib qoladimi? A ni o'zi bu tomonga o'tdi hisobda. Demak, bu bizda nima mana bu? Aniqlangan soha bo'ldi. Yaxshi. Misol ishlashga endi o'tdik. Qarang, nima qoldi bu yerda? Qisqarib ketsa, modul tushadimi? Chunki juft daraja ichkarida. Modulda A teng nimaga? A ga. Modulli tenglama. Esladami? Ichkaridan tashqari bir xil bo'lsa? Yo'q, ichkarisini nima derdik? Shunchaki katta yoki teng derdik, bo'ldi. Ichkaridan tashqari bir xil bo'lsa. Bu degani mana sening javobing va mana sening javobing bitta 3 degani. Bo'ladimi? Bo'l, aniqlangan sohaga olib boramiz. Aniqlangan soha 3 dan kichiklarini olgin dedi. Xo'p, mana bu javobimiz esa 0 dan kattasi deb ketayotgan paytida to'xtatdi-da bu aniqlangan soha. Demak, 0 bilan 3 ichidami javobimiz? 3 ni o'zi ham olib ketadimi? Mana bu yerda alohida olishmi shart emasmi buni? Demak, javob 0 dan 3 gacha deymiz. Tushuntira oldimmi? Solih ham tushunadi. Xo'p, demak qaranglar. 48-chi yo 46-misolga qaraylik. Nima deyilgan shartida? Tenglamaning ildizlari qaysi oraliqqa tegishli? Xo'p, javobini so'rayapti shunchaki. Qaraylik. Nima qilsak bo'ladi ikkalasini? Kvadratga oshirsak bo'ladimi? Nima holatga kelib qolamiz? X kvadrat 4x plus 4 bu yog'ichi 10x plus 23 o'zi tushdi, to'g'rimi? Qaysi tomonga o'tkazamiz? Bu tomonga o'tkazsak bo'ladimi? Yo'q bo'lib ketdimi? Plus bo'lib o'tsa. 6x qoldi, tushundinglarmi? Teng. 4 ayirish bo'lib o'tsa. 6 bo'lamizmi? X teng 21 taqsim 6 bu degani 7 taqsim 3 degan javob. Shunaqami? Bo'ldi, boshqa hech nima yo'qmi? Qaranglar. Demak, chiqqan javobimiz 7 taqsim 3. Aynan variantlarimiz qaysi birining ichiga tushib beradi desa, A variantda turibdi, qaranglar. 2 dan katta x'imiz kichik 5 dan deyilgan. Mana qara, sen topilgan javobing aynan shuning ichiga tushadi-da, rostdan ham, to'g'rimi? 2 bilan 5 ichidami? Bo'ldi, demak javobimiz A varianti ekan deysiz. Sen topgan javobing o'sha variant ichiga tushib qoldi. A varianti ichiga. Qolganlarda qanaqa deyapti? Qara. Bittasi aytayaptiki X dan dedi, kichik yoki teng 2 dan deyapti. Sen javobing 2 dan kichikmi? Yo'q, sen javobing 2 dan oshirosan. Yo'qsa -2 bilan -5 ichidami? Unaqa variantimiz ham bor edi. Yo'q, demak, aynan shu javobimiz A varianti ichidagisida ekan, tushundinglarmi? Savol yo'q-a? Xo'p, qaranglar. 48-misolga e'tibor beramiz. Ifodamiz mana shu narsa va mana buni qiymatini toping deyilgan. Xo'p, qanaqa ideyalar bor bunga? Nima qilsak bo'ladi? Ildiz ostidagi son bor-ku, Xo'p. Bu yoqda ham A kub bor-ku, o'shanga O'xshatib olamizmi? Bo'lib boshladik. A kub plus nima yetmayapti ildiz ostiga o'xshash uchun? 1 yetmayapti, o'zimizdan o'zimiz qo'shdik va ayirib qo'ydik, bo'ladimi? Baribir yo'q narsa. Qolganini o'zini to'liq ko'chiramiz. Plus 5 ildiz ostida A kub plus 1 minus 13 teng 0. Tushundinglarmi qolgan narsa? Plus 1 minus 1 hech nima hal qilmaydi, baribir. Ildiz qo'yib kvadrat qo'ysak bo'ladi. Tushundinglarmi? Natija nima bo'lib qoldi bu? Belgilashga tushdi. T kvadrat minus 1 qolib ketdimi? Mana bu bilan hisoblasak bo'ladimi o'sha narsa? 5 ta T minus 14 teng 0. Vet qilsak 7 kere 2 minus 5 bersin, bunga minus.
T1 va T2. Belgilashimiz nima edi? Ildiz ostida A kub plus 1 ni teng deyishimizga T'ga T'imiz -7 ni ololmaydi. Aynan 2 ni olib kelib qo'ydik. Nima qilish kerak? Kvadratga oshirsa ikkala tomonini. A kub plus 1 teng nimaga? 1 dan ayirishib o'tkaziladigan bo'lsa nima bo'ladi? A kub teng 4 dan 1 ayiradigan bo'lsak 3 degan natijaga erishamizmi? Bizga A ni o'zini topishimiz shart emas, to'g'rimi? Chunki nima deyilgan? A kubga 13 qo'shsang yetadi deyilgan. Shuning uchun ham to'liq topib qo'yamiz. 3 ga 13 qo'shiladigan bo'lsa 16 va 16 dan 4 degan natijaga erishamiz. Tushundinglarmi? Savol yo'q, hamma tushundi. Xo'p, 51-savol. Tenglamani ildizlar yig'indisini toping deyilgan. Qaranglar. Xo'p, ildiz ostida hozir minus turibdi-yu. Sizlar bo'sh to'plam deysizlarmi hozir shunda? Bo'sh to'plammi, bo'sh to'plam emasmi bu? Qaytaraman. Ildiz ostida -4 tursa, turishi mumkinmi? Mumkin emas. Ha, -x turibdi-yu. Bo'sh to'plammi misol? Ha, shunaqa deyiladi. Uxlayapsizlar hozir. X o'rniga minus son qo'yish ham mumkinmi? -5 qo'ysam minus bilan plus bo'lib ketadi. Qanaqadir 2 ni olib borib bo'lmaydi-da, -2 bo'lib keyin bo'sh to'plamni beradi. Demak, xulosa x faqat manfiy sonni olish kerak edi javoblarimiz ichidan. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Ikkita ifodamiz ko'payib turibdi va 0 ga teng. Nima qilsak bo'ladi? Alohida 0 ga tenglashtiramiz. Bu degani ildiz ostida -x teng 0 ga, kvadratga oshirsak -x teng 0 ga, x teng 0 degan. -0 degan narsa yo'q-a? Endi keyingisi. x4-inchisi 13x kvadrat plus 36 teng 0 ga. Ildizni tashlab yubordim bo'ladi. Bab kvadratga oshirsang nima bo'lardi? Ildiz qisqarib ketarmidi? Xo'p, belgilash bu narsa. T kvadrat 13t plus 36 teng 0 ga. Bu nima dedik? 9 bilan 4 yig'in so'nishni berdim. T1 va T2. Belgilashimiz x kvadrat teng 9 bo'lsa, x kvadrat teng 4 bo'lsa, bunda nima chiqdi? 1 marta 3, 1 marta -3 desam, 2 bilan -2 desam, qaysi birini olamiz? Eng qizig'icha aniqlashsa olmadim hozir. Olib borib tekshirgan ma'qulda. To'g'rimi? Endi qara. Mana bu 4 tala javob aynan mana buni ichini 0 qiladigan javob edi-yu bu. To'g'rimi? Mana shu bundan kelib chiqdimi? Olib borsam aniq 0 bo'ladi, manfiy chiqmaydi. Unga borib tekshirishim shart emas. Mana bunga borib tekshirsam bo'ldi. Mana bu chiqqan 0'im faqat mana bu yerga buzib qo'ymasa bo'ldi-da. 0 da boringlar nima bo'ladi? 36. 0 manfiy emas-da, to'g'rimi? Demak, 0'imiz javob. Endi keyingisi. 3 ta borsang mana bu yer dabdala bo'ladi, to'g'rimi? Ketdi. -3 ta borsang o'xshayapti. 2 ni borsang o'xshamaydi. -2 ni borsang o'xshaydi. Nechta javobing bor? 3 ta javob. Tushundinglarmi? Aniqlanish soha olmasdan ishladim. Agar olganingda -x katta yoki teng 0 dan, mana bu katta yoki teng 0 dan ancha ish cho'zilib ketib qolishi mumkin edi. Tushuntira oldimmi? Ildiz yig'ini so'ralganmidi? 0 qo'shilgan -3 qo'shilgan -2. -5 degan natija. Tushuntira oldimmi? Savol yo'qmi hech kimda? Yaxshi, yozib olamiz. Qaranglar, 53-misolga e'tibor beramiz. Qaranglar, mana shunga sizlarga savol, qanaqa ideyalar bor? Nima qilsak bo'ladi? Shu turishda kvadratga oshiramizmi yoki bitta ildizni tomonga o'tkazib kvadratga oshiramizmi? Shu turishda oshiringlar. Sababi, qarab tur. Hozir a minus b ni qavs kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? O'sha paytida a ni kvadrati, b ni kvadrati xuddi mana bu yer nima bo'lib qoldi, mana bu bilan. O'xshadida qisqarib ketish ehtimolini ko'rib turibsizlarmi? Agar u tomonga o'tkazsang ham xato bo'lmaydi, biroz cho'zilib qolishi mumkin, ehtimoli bor. Hozir shu turishda kvadratga oshirsang, o'zi normal holat ekan. Eng qizig'i ham qarada, o'rtada 2ab bo'ladi-yu, a plus b, a minus b ni berib turibdi, qara. Juda ham zo'r holat ekan. Demak, boshladik. Shu turishda ikkala tomonini kvadratga ko'tardik. Yetib bordi yana a minus b degani. Buni kvadrat nima bo'ladi? Shunchaki x plus 2 ildiz ostida x minus 1 2ab dirdik, to'g'rimi? Bitta ildizga o'rsam bo'ladimi o'sha? Formulani yig'ib keta qolay. A plus b, a minus b. Nima bo'ladi? X ni kvadrati minus 2 ildiz ostida x minus 1 ni. Tushundinglarmi hozir shuni? Va buni kvadrat dirdik, nima bo'ladi? X minus 2 ildiz ostida x minus 1 teng 4 ga. Tushundinglarmi? Qaysi ikkini oldida? A kvadrat
minus 2 abi. Mana bu yerdan. Mana minus-ku. 2 dan 6 da. 2 dan 6 tadi. Mana bu yerdan. Yo'q. Ha, to'g'ri, uzr, to'g'ri. Mana A minus B tushunarli. Xo'p, mablag' sarf ketdimi? Natijada nimalar qoldi? 2 ta x ichkarisi nima beradi? Formulani beradimi? Mana qara. Ochilish narsani x kvadrat. Bunga kelsa 4 bo'ladimi? 4. Bunga kelsa nima bo'ladi? Oddiy x minus 1 bo'lib qoladimi? Tushundinglarmi shu narsani? Teng nima kelsa teng 4 ga. Yetib bordimi shu? To'liq misolni 2 ga bo'lib o'rsang bo'ladi. X minus ildiz ostida ochib chiqamiz. 4 ta x plus 4 beradimi? Teng nima kelsa 2 ga. Ichkari yig'ildimi? X minus ildiz ostida x minus 2 ni qavusda teng 2 gami? To'liq u tomonga o'tkazsak bo'ladimi? 2 ni bu tomonga o'tkazamiz. X minus 2 teng ildiz ostida bo'lardi, qisqarib ketsa-chi? Modulda x minus 2 tushundinglarmi? Ichkari bilan tashqari bir xil bo'lsa, x minus 2 nima derdik? Katta yoki teng 0 dan, katta yoki teng 2 dan degan javob bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Qiymasi amalasa ishlasak bo'ladi. Nimaga u tomonga o'tkazmaganim hammasi yetib bordim. Bormi shunaqa javob? Xo'p, nima deyilgan edi? 53-misolda tenglama yeching degan 2 dan cheksizlikgacha. Bo'ldi. D variantda bor ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, 59-misol. Bu o'zi 59-misolchi cheksiz kamayish geometrik progressiya mavzusi. O'zi o'sha misolda o'sha paytida ham tushuntiraman, xudo xolasa shu misolda, lekin hozir bir amallab ishlaymiz. Endi qarab turganda, hozir juda ham ko'p maydalashib ichga kirib ketyaptimi ildiz ichiga qarab? Qarab turmanda, hozir bunday ish qilaman. Ikkala tomonni kubni ko'tarsam, men bitta kub bilan ham qisqarib ketadimi? Nima qoladi? X kvadrat ko'paytirilgan kub ildiz. Mana bu joyni yozyapmizmi hozir? X kvadrat ko'paygan kub ildiz ostida x kvadrat yana bitta bor, to'g'rimi? Ichida juda ko'p o'zi aslida. Men yana bitta yozib tursam bo'ladimi? Kub ildiz ostida x kvadrat ketdi shu tartibda. Teng nimaga? 49 da. Tushundinglarmi hozir? Endi qara. Dastlab mana shu narsa nimaga teng edi? Kubga ko'tarmasidan oldin qaranglar. Xuddi shuni o'zi ko'ryapsizlarmi? 49 olib qo'ysam bo'ladimi? X kvadrat ko'paygan 49 teng 49 da. Bu degan bitta 49 bilan bitta 49 ketsa, x kvadrat teng 49 ga 49 kvadratiga. Xo'p, bu nima deymiz? Ikkala tomonni ildiz olsak bo'ladimi? Qisqarib ketadimi? Modulda x teng nimaga? Modulda 49 edi o'zi aslida. Modul olishning sabab nima? Musbat deyish, to'g'rimi? O'zi musbatmi mana bu? Modul qanday ochiladi? Plus minus 49. Tushundinglarmi? Savol yo'q, hamma tushundi. Xo'p, yaxshi yozib olamiz. Qaranglar. 62-misolda tenglamani ildizlarini ko'paytmasi so'ralgan ekan. Endi qarab turlarda bu misoldicha qanday ishlanishi kerak desa, hozir shu turishda kvadrat ko'taraman desam, juda ham ishim og'irlashib boradida. Endi men sizlarga qaranglar. Bu misol ishlash uchun xususiy holat qilaman. Xususiy holat deganda o'zi nima? Anu qoidalardan yiroqlashgan bir qo'shimcha yo'lda, bu yo'nalish. O'sha qo'shimcha yo'nalish beraman sizlarga. Qanday ishlanishi kerak, qara. Xo'p, oldin eslasanglar, mana bunaqa ildizlar bor edi-da, ildizlar mavzusida. Ildiz ichida 6 minus 3 ildiz ostida 2 bo'lgan narsalar chiqarardiga biza katta A ni formulasiga qo'yib, xuddi o'shanga o'xshagan qilib ishlayman, faqat katta A siz. O'zi katta A bilan ishlagan narsa nima qilardi o'sha payt? O'sha katta A bilan ishlaganda bu nimanidir qavs kvadrati qilib yig'ib berardi-da o'shani. Qisqarib ketardi, keyin chiqarib qo'yardik. Hozir nimadir ish qilish kerak. Mana bu ichkari bor-ku, nimanidir qavs kvadratiga yig'ib olish kerak. Mana masalan qara. A kvadrat plus 2 ta AB plus B kvadrat. Nimadandir yoyilgan narsa bu, to'g'rimi? Yig'a olasanmi? Hozir mana bu ham nimanidir qavs kvadrati yoyilgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Yig'ish kerak. Tushuntira oldimmi? Yig'ib olsam qisqarib ketadi yana kvadrat bilan. Endi qara. Mana bu o'rtasi biz uchun shpargalkada bu tayyor joyida bu. Mana uchi bor-ku. 2 ko'paygan 3 desam bo'ladimi? Mana bu 2 A B bo'ldi. Yetib bordim hozir shu. Aniq-a? Unda A nima bo'lgan desa,
9 bo'lgan mana bu yerda, to'g'rimi? 3 kvadrat. Mana o'sha 3 kvadrat plus bu yoqda nima bo'lishi kerak? Mana b-midi? Buni kvadrat nima bo'ladi? 1 plus x kvadrat bo'lishi kerakmidi? Hozir birinchi ildiz o'zini ishlab olsam bo'ladi. Tushundinglarmi hozir bu nima deganim? Endi qara, o'zi shunaqamikin deyapman-da. Rostdan ham x kvadrat mana. 3 kvadrat bilan 1 ni qo'shsang, 10 o'zini beryapti. Demak, sen 10 da 9 plus 1 degansan, 1 ni mana, 9 ni mana. Uni esa maydalagansan. Demak, bu nimaga kelishi kerak shuni o'zi? Ildiz ostida 3 plus nimani? Ildiz ostida 1 plus x kvadratni qavs kvadratiga yig'ilish kerak, to'g'rimi? Hozir ochsam a ni kvadrati 2a b desam, b ni kvadratidir deydi. Tushuntira oldimmi? Qisqarib ketsa nima bo'ladi? Modul qo'shim shart emas menimcha. Chunki mana bu nima? Doim musbat, unga teng bo'l 3 qo'shilyapti. Natijada oddiygina 1 plus x kvadrat ildiz ostida qoladi. Tushundinglarmi? Birinchi ildiz shunga teng ekan. Ikkinchi ildizcha deyapman-da. Uni ham yig'ib ko'raman. O'rtasini men shpargalkamda tayyorgina. Mana ildiz ostida, xo'p. Ikkisi o'zi tayyor ikkisi turibdi ekan. Mana buni qara. X kvadrat plus 1 ni nima desam bo'ladi? Bu a ko'paygan b. O'zim qo'shib oldim 1. Endi yig'ish boshladim. Bu yerda nima turishi kerak? 1 ni kvadrati, bu yerda esa mana shuni kvadrati, to'g'rimi? Bu minus ekan, mana minusini qo'yib qo'ydim. O'zi oldin shunaqa bo'lganmidi? Mana x kvadrat turibdi. Mana bu 2 ni 1 deb 2 taga yoyib yuborgan. Tushundinglarmi? Demak, bu narsa nima bo'lgan? Ildiz ostida x kvadrat plus 1 ni va plus 1 ning qavsi kvadrati bo'lgan katta ildiz ostida. Tushundinglarmi? Yo'q, minusli. Uzr, minusli. Xo'p, qisqarib ketsa nima bo'ladi? Modulda qoladimi? Hozir modulda qoladimi, qolmaydimi? Kim aytadi shuni? Modulda qoladi, chunki nima? Mana buni ichi 0 bo'lib qolishi mumkinmi? Bo'lmaydi ham, ishonaveringlar. Nima bu? Ichkari 0 bo'lish uchun bu -1 chiqarish kerak u. -1 chiqaradi. Kamida ichkari nima kamida? 1 degan javob chiqadi yoki 1 dan oshiq son chiqaradi. 0 chiqarmaydi bu, to'g'rimi? X ga nima tanlasam ham musbat qilib beradi. Demak 1 dan 1 ayrsang 0. Yetib bordimi hozir shu? Demak 0 mana bu joyga keyingisi nima chiqadi? 1 dan oshiqroq chiqish boshlayveradimi? Yo'q, 1 dan oshiqroq. 1 da ayrsang nima bo'ladi? 0 dan oshiqroq plus son chiqadi. Demak ichkari 0 yoki musbat. Yetib bordimi? Unda modul olishim shart emas u deyapman. Yetib bordimi shu? Modul olmaganligim, chunki ichkari kamida 0 va undan yuqorisi chiqish mumkin ekan. Xo'p. Demak, olib borib qo'yamizmi o'rniga? Misol yig'amiz qaytadan. Birinchi ildizimiz mana bu narsa chiqdimi? 3 plus ildiz ostida 1 plus x kvadrati plus keyingisi ildiz ostida x kvadrat plus 1 minus 1 teng 4 ga. Tushunarli bo'ldi? Mana bulardan ikkita bo'ldimi? Ikkita 1 plus x kvadratdan teng. Ikkalasi 2 ni beradi, u tomonga yarashib o'tsa 2. Qisqartirib o'ramizmi? 1 plus x kvadrat teng nimaga desa 1 ga. Oddiy o'yla, ishlanishidan ko'ra tinchgina 0 qo'yish unga 1 chiqadi-da. X ning javobi 0 ekan deyapman. Tushundinglarmi? Javob bormagan odam, miyasiga yetib bormagan odam kvadratga oshirsang, 1 plus x kvadrat teng 1 ga deysan, x kvadrat teng 0 baribir ham 0 degan javob chiqadi. Tushundinglarmi? Ildizlar ko'paytmasi so'ralgan, o'zi bitta dona javob bor ekan. Ko'paytmasi ham 0 bo'ladi-da. Yetib bordimi? Savol yo'q? Xo'p, 63-misolda ildizlari chiqib keladi, qanaqadir ildizlar. O'shani kvadratga ko'tarilgan variant so'rayapti. Masalan, 5 bilan 10 chiqsa, 5 kvadrat 25, 10 kvadrat 100. 25 bilan 100 ekan deymiz chiqqan javoblarni. Tushuntira oldimmi? Xo'p, qaranglar. Buni qanday ishlash kerak? Biz ana ikkita ildizni chapda olib qolish o'rgandik. Doim olib qolardik, endi unaqa qilmaymiz. Bitta sal kichikroqini yo uzunroqini bu tomonga o'tkazib tursam bo'ladimi? Keyin men kattarog'ini o'tkazyapman u tomonga. Bu yerda nima qoladi shunda? Ildiz ostida 1 minus x plus 1. Teng bu tomonga o'tsa, plus o'tadimi? 5 plus 2 ildiz ostida 1 minus x. Tushundinglarmi? Nimaga kichkina ildiz bu tomonga olib qoldim? Ikkala tomonni kvadratga oshirganingda kichikroq ildiz qolgani ma'qul-da. Kattaroq ildiz qolsa hozir 2ab degan joy aralashib katta narsa chiqib qoladi. Hozir menimcha shu tinchgina ma'qul. Boshladik. Mana bu a plus b ni bo'lib qoldimi? Yo'q, nima bo'ladi? 1 minus x buni kvadrati
plus 2ab. A'miz 1 minus 8, B'miz 1 yoz shartmasa plus B ni kvadrati 1. Bu yoqni bo'la kvadrat minus chiqarsa, modulmi, modul emasmi? Chunki kvadrat tashqarida. 5 plus 2 1 minus 8. Tushundinglarmi? Mana qara o'xshab qolganlar. Nima bo'ldi bu? Yo'q bo'lib ketdi, nima qoldi bu yerda? Minus x qoldimi? Minus x teng dedim. 1 ga 1 qo'shsam 2 u tomonga aylanib o'tsa 3. X teng nima? Minus 3. Javobni topdim, bo'ldi. Kvadrati nima? 9 ekan, tushundinglarmi? Bizga ildizning kvadrati so'ralgan. O'zi ildizlari deb bizni chalg'itibdi-da, qara o'zi bitta ildizi bor ekan shunda. Tushuntira oldimmi? Savol yo'qmi? Xo'p, 63 dan keyin 64-misol ham yozaylik, sig'ib ketib qoladi xudo xolasa. 64-misol. X kvadrat plus xy. Xo'sh, plus y kvadrat teng 84 ga. X plus ildiz ostida xy plus y teng 14 ga. Va bizga so'ralyapti, qaranglar. Modulda x minus y x plus y ning qiymati nimaga teng degan. Xo'sh, qanaqa ideyalar bor mana shu misolga? Bormidi? Pastda ana ikkita kvadratlar bor, yonma yozib turib. Xo'p. Tepadagilar. Aha. Keyin forma yozib. Yaxshi, yaxshi. Mana bunimi? Ha, o'shani. Xo'p. Plusiga qo'ymoqchimiz, to'g'rimi? Ha, chunki past tomon to'g'ri keladi, plusiga yozib. Yaxshi ideya. Bo'ldi, olib boramiz o'sha narsaga. Mana bu ikkalasini qavsich plusiga bor edi, o'sha bo'yicha yo'yamiz, bo'ladimi? X plus y ning nimasi? Qavsda kvadrati minus 2 x y dermadik? Plus yana nima bor o'rtada? X y teng 84 ga. Endi qaranglar. Mana bu nimaga teng? X plus y, mana buni ayirib o'tkazib bo'ladimi? Demak 14 minus ildiz ostida x y ekan. Shuni nimasi? Kvadrat. Bular nima bo'lib qoldi? X y teng 84 ga. Tushundinglarmi? A minus b ni qavs kvadrat ochsak 14 kvadrat 196 minus 28 ildiz ostida x y. Tushundinglarmi? Buni kvadrat x y tashqarida yana x y bor va 84. Ular qisqarib ketdimi? Vaqtimizga qaraylik, oddiy narsa qoldi. Xo'p, u tomonga o'tkazirsak bo'ladimi? 28 ildiz ostida x y teng nimaga? 196 dan 84 ayiramiz. 114 qoladimi? 112 qoladimi? 112 28 ga bo'lsak, adashmasam 4 ta bor. Ildiz ostida x y teng 4 ga kvadratga oshirsak x yimiz 16 ga teng. Tushundinglarmi? O'rniga borib qo'ysak bo'ladimi x y? Shuncha mavzuga yozaveramiz, qaranglar. Hisob ketadi xuddi shu joyga. Xo'p. X kvadrat joyida turibdi. Plus x y o'rniga nima qo'yish kerak? X y o'rniga 16. Ayirib o'tkazib o'tsam bo'ladi. Y kvadrat qoldimi? Teng 84 dan ayirsak 16 ni. 10 ni ayirsanglar 70 68 mi? 68 ga tagi nima bo'ldi? X plus y teng ildiz ostidan 4 chiqarmadi. 4 ayirib o'tsa 10 ekan. Yetib bordimi shu narsa? Xola x bilan y topib o'rniga borib qo'y yoki bunday deb tasavvur qilsang ham bo'ladi. Buni yo'q deb tasavvur qilganda bo'ladimi? Aynan sen mana x minus y ni topa olasan hozir shu joydan desa topa olaman. Mana buni minusiga qo'yib topishimiz mumkin. Yetib bordimi? Yo'qsa bunday qilsang ham bo'ladi. Pastdan yo x y topasan, o'zi yig'indisi nima ekan o'zi? Yig'indisi 10 ekan. Faqat ayirmani topish kerak bo'ldimi? Ayirmasini. Xo'p, bunday qilamiz. X yo'q y topsak bo'ladimi? X topinglar 10 minus y o'tadimi? X tepaga olib chiqib qo'yamiz, mana bu joyga bo'ladimi? 10 minus y demoqchiman. 10 minus y qavs kvadrat plus y kvadrat teng 68 ga. Biz qiyin yo'lga ketib qolmadingmi o'zi mana shunda? Keling, mana bu yo'l bor edi-ku o'zi. Tinchgina. Mana shu yo'l to'xtatib turaylik-da. Tepadagi ifoda bor. Qavs minus y yo'yinglar shu narsani. X minus y qavs kvadrati plus 2xy teng 68 ga. Mana bu bormi bizda? Nimaga teng? Olib qo'ysa 32. 32 ayirish o'tsa nechta qoladi? X minus y qavs kvadrati teng 36 qoladimi?
36 qolsa. Ildiz olsak bo'ladimi ikkala tomonda? 6 qo'yamiz. Qisqarib ketsa modulda x minus y teng 6 ga. O'zi kakraz o'zi bizga modul bilan kerak edi, qaranglar. 6 taqsim 6 qo'yamiz. 10 degani bu 0.10 dan 6. Tushundinglarmi? Boyagi mana bu yerdagi o'rniga qo'yish usuli bilan borganda o'zim bo'lib ketardi, sal uzunroq lekin chiqardi. Hozir holda sal yengilroq chiqdi. Tushundinglarmi? Savol yo'q-a? Xo'p, bo'lmasa yozib olamiz. Qaranglar, 65-misolga e'tibor beramiz. O'zi 65 bu yerdan yozishim kerak edi, lekin qisqacha ham oddiy narsaga bu narsa shuning uchun men yozib ketyapman. Qaranglar. 65-misolda ikkala tomon kvadratga ko'taraman deb o'ylamanglar. Unaqa qilishga shoshilmay turamiz. O'zi bir misolga qaraganda-chi, bir variantga ham qaranglar. To'g'risini aytaman, variantga qaraganingda mabodo variantingni bo'sh to'plamni ko'rsang, ozgina cho'chib tur, balkim rostdan ham bo'sh to'plam chiqib qolishi mumkin degan fikr o'ynasin miyada. Tushuntira olyapmanmi? Hozir qara. Balki misoling bo'sh to'plam chiqib qolishi mumkin. Qayerdan bilsang bo'ladi. Birinchi o'rindachi, mana shu misolingni aniqlanish sohasini ishlayman, bo'ladimi? E'tibor beryaptimi? Aniqlanish sohasini topaman. Aniqlanish sohani topilardi. Katta yoki tengdirmidik? Bu nima desak bo'ladi? 7 kare 3 mi? 7 kare 3 deganimizda plus 4 berishimga minusmi? Yetib bordimi? Oraliqqa qo'ydik. Minus 3 bilan 7. Qaysini olamiz? Pluslarni olamizmi? Demak, javobimiz hozircha minus 3 dan orqadagisi 7 dan o'ng tomondagi. Shunaqami? Endi keyingisi buni aniqlanish sohasi. 10 plus 3 ta x minus x kvadrat katta yoki teng 0 dan to'g'rilash kerak bu narsani? X kvadrat minus 3x minus 10 kichik yoki teng 0 dan. Nima dedik buni? 5 bilan 2 desak, plus minus 2 beradimi? Minus 2 bilan 5. Plus minus plus qaysi biri desa? Manfilar. Tushundinglarmi hozir buni? Endi qara. Aniqlanish sohani umumiy yo'lini topaylikchi. Minus 3 dan orqaga 7 dan oldinga. Xo'p. Bu nima dedi? Minus 2 oldiroqdam. 5 misol orqaroqdam. Aniqlanish sohani o'zi bo'ysunmayapti, qaranglar. Tushundinglarmi hozir? Aniqlanish sohani o'zi bo'sh to'plam bo'lib yotgan bo'lsa, mana qaradi. Masalan, 7 degan javob chiqdi. 7, masalan deylik, o'sha 7 ni mana bu yilga olib kelyapmiz-da. Nima chiqyapti, qaragin. Mana bu yerga chiqib qolyaptimi 7miz? Mana bu ildizni aniqlanish sohasiga tushmayapti. U 7 mana bu ildizni ichini nima qilib qo'yadi desa, manfiy qilib qo'yadi. U 7 bunga tushyapti deyish mumkin, buni dabdala qilib olibdi. Endi kimdir aytadi, javobimiz 7 emas, balkim 4 mana bu ichiga tushib qolsa-chi deydi. U 4 mana bunga tushmayapti aniqlanish sohaga. Buni ichini manfiy qilib qo'yapti. Ha, shunaqa bo'ladi. Aniqlanish soha bo'sh to'plam bo'lsa, javobing ham bo'sh to'plam bo'ladi. Ya'ni bu ildizingni ushayman desang, bunisi qochib ketadi, bunisi ushayman desang, uni qochib ketib qoladi. Yetib bordimi? Qaysidir son buni musbat qilsa, buni manfiy qilib qo'yadi. Buni musbat qilsa, buni manfiy qilib qo'yadi. Shuning uchun ham bu misolimiz yetib bordimi? Xo'p, savol bo'lmasa qaranglar. 67-misolga qaraymiz. Qanaqa ideyalar bor desam, ideya bera olmasanglar kerak, o'zim o'rgatib keta qolay. Xo'p, alohida-alohidachi buni xayolda 0 ga tenglashtirib, chiziqli ko'paytirishga ajrataman, bo'ladimi? 0 ga tenglashtirganimiz nima bo'lardi bu narsa? Diskvantini topsam ham ma'qul-a? Ko'paytirildi 20 mi? 20 ni 4 kare 5 desak bo'ladimi? 4 kare o'z tushundinglar, hozir men 4 ni ko'paytirib turganimmi? Ha, shunaqa qilamiz. 20 bo'ldi, 20 ni 4 kare 5 dedik. Yig'indisi minus 9 berish uchun 2 ga minus qo'yish kerak edi. Va qaytib tushundinglarmi? Demak, birinchi javobimiz asli nima ekan desa, minus 1, ikkinchisi minus 5 taqsim 4. Qaytib o'rniga qo'yaman-da, chiziqli ko'paytiruvchiga ajratib qo'yaman. Chiziqli ko'paytirish formulasi nima edi? A x minus x1. Ayniz nima desa 4. Tushunyapsizlarmi? Shu pasrodingizni qaraylik, xo'p. 4 ko'paytirilgan x minus plus 1 bo'lib ketadi. Xo'p, x minus 5 taqsim 4. Tushunarlimi? Mana o'sha ildiz ostida turibdi, to'g'rimi? Endi keyingisini 2 ni ko'paytirib tursa nima bo'ladi? 2 ni nima deymiz? 2 kira 1 yig'indisi minus 1 deb berish uchun bunga minus qaytib 2 ga bo'lamizmi yana? Bo'ldi, uni ham javobi tayyor. Davom etib ketyapman. Minus ildiz ostida a ko'paytirilgan x minus x plus 1 bo'lib ketadimi? X minus 1 taqsim 2 teng x minus 1 x plus 1. Shunaqami? X minus 1 x plus 1 ildiz ostida turibdi. Yetib bordimi shu narsa?
Xo'p. Mana bu 4 ikkala havsga ko'payadimi yoki bitta havsgami? Bitta havs ko'payadi. Shuni bilib olinglar. Oldingisida Chunki o'sha katta xavf yo'q. O'sha katta havs yo'q. Agar katta bo'lganda o'sha ko'payishi mumkin edi. Hozir ikkita havs ko'payib tursa, mana bu 4 yo mana bunga yo bunga ko'payishi kerak. Qaysi birigadir? bunisiga bo'ladi. Unusigami? Sabab mahraj tushib ketadi, to'g'rimi? Ko'paytirdingmi bola? Uzr, 4 o'chiramiz. Ildiz ostida x plus 1 alohida ildiz 40 dan bo'ladimi? Ko'paytirilgan 4x plus 5. Yetib bordim, to'rtlar qisqarib ketdi. Minus keyingisi 2 ni bunga ko'paytiramiz. Ildiz ostida x plus 1 X minus 1. ko'paytirilgan ildiz ostida 2x minus 1 teng ildiz 40'amiz. Ildiz ostida x minus 1 ko'paytirilgan ildiz ostida x plus 1. Xo'p, x plus 1 olib chiqib ketib, x plus bilan qisqartiraversam bo'ladimi? Qisqartirilgan ifoda nima deyish kerak? Katta yoki teng noldan? Ikkita noma'lum qisqaryapti. Nolga teng deyish kerak. X plus 1 da teng nolga dedik, x teng minus 1 degan birinchi javobing chiqdi. Yetib bordim? Aniq tushundinglarmi? Xo'p, minus 1 degan javob chiqadigan bo'lsa, bu yoqda boshqa nima qoldi? 4 ta x plus 5 minus x plus 1 teng ildiz ostida x minus 1 ga yetib bordim. Endi qara. Minus 1 chiqib ketdi. 2x minus 1 qoladi. Uzr. Mana biroz. 2x minus 1 mi? Bo'ldi. Endi qaranglar. Sizlar bitta minus 1 degan javobinglar chiqdi. Ke variantga qaraymiz. Shuni variantga qarasang 67 midi? A variantingda minus 1 bilan 5 turibdi, ko'ryapsanmi? Minus 1 bilan 5. Bu degani sen A variantingda minus 1 bilan 5 to'g'ri deyapti. Bu degani biz minus 1 ni topdik-a? 5imiz ham chiqib qolishi mumkin. Agar chiqsa shu javob to'g'ri bo'ladi. Yetib bordimi? 5 olib borib tekshirib ko'rsam bo'lmaymi bundan ko'ra? 5 olib boringlarchi. 20, 25, 5 chiqadimi? 5 olib bor. 19, 3 chiqadimi? 5 olib bor. 2 chiqadimi? 5 ni 3 taysang 2 mi? Demak, rostdan ham 5 degan narsa javob ekan. Minus 1 bilan 5 ekan. Minus 1 bilan 5 ekan deya olmayman-da, keyingi variantni qaragin. Minus 1 2 taqsim 7 shunaqami yo minus 1 butun 2 taqsim 7 mi bu? Yo uzr. Mana bunaqa narsa. B variant mana bunaqa narsa turibdi, qaranglar. B variantda xo'p, minus 1 butun 2 taqsim 7 alohida minus 1 va 5 deyapti. Sen hozir mana bu javobini topding. Lekin B variantda bu ham qo'shilib turibdi. Balki bu ham bo'lib qolar javob. Yetib bordim? Uni ham olib borib nima qilib ko'rish kerak? Tekshirib ko'rish kerak. Yoki tekshirishga eringan odam tinchgina hozirlab ikkala tomonni kvadratga oshirib tashlab ishlab qo'yish kerak. Yetib bordim? Kvadratga oshirib. Kimdir shunaqa qilsin mayli. Ikkala tomonni kvadratga oshirib topib qo'ysalar ham bo'ladi, bemalol. Kimdir erinsa agar juda borsa. Yoki oxiridagi bitta son qoldi, shuni ham tekshirib qo'ysang qiyin emas. Keyin olib borib tekshirib ko'ramiz. Minus 1 deya qolibki. Nima bo'ladi? Yetib bordim? Bo'ldi, javobing chiqqan bo'ldi. Chunki u ana manfiy qilib qo'ydi, to'g'rimi? Savolni ham hamma tushundim. Qaranglar, 68-misolga e'tibor beramiz. Tenglamani yeching deyilgan. Qani qisqarib ketsa bo'ladimi? Modulda x deymiz. Qisqarib ketsa modul olamizmi? Shart emas, bu toq ildiz. Keyingisi. Modulda keyingisi. Oddiy x teng 7 ga. Modulda 2 ta x minus 2 ta x teng 7. Nimani? Modulga o'zimiz kvadrat qo'ya olmaymiz. Kvadrat bo'lsa modul qo'yishimiz mumkin. Tushunarlimi? Hozir nima qilamiz? Xususiy holat qilamiz. X ni nima deyish kerak? 0 dan katta yoki teng musbat deb o'ylash kerak. X 0 dan kichik manfiy deb o'ylab kelish kerak. Tushundinglarmi? Musbat desam o'zi ochiladimi? 2x ni 2x ayirsa 0, 0 7 ga tengmi? Yo'q. Unda bu musbat degan holating bo'sh to'plamagan. Manfiy desa nima bo'ladi? Minus kelamiz oldiga. Minus 2 ta minus 2 ta. Minus 4x teng 7, x teng minus 7 taqsim 4. Chiqqan javobing tushyaptimi? 0 dan kichkinami? Demak minus 7 taqsim 4 ekan javob. Yetib bordim? Qiymasi ishlasak bo'ladi. Qaranglar, 81-misolga e'tibor beramiz. Hozirgi holatdachi bizda nima deyilgan? Mana shu ikkalasining yig'indisi 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x taqsim x plus 2 ning qiymatini toping degan. Eng oddiy holatdachi hozir x ga 1 degan son berib tanlasang, javobing chiqib ketadi.
Masalan, 1 bersang, mana bu joyi 0, qo'shsang 1, bu yog'i 1 bo'ladi. Bu tomonga ham 1 qo'ysang 0, 1dan 0 ayrsang 1, natija 2 ni beradi. Demak, x javobi oddiygina 1 ekan deb ketsang bo'ladi. Lekin ishlanish yo'liga keladigan bo'lsak, qanday ishlanish kerak? Bizda a plus b ni qaus kubi degan formula bor edi. A plus b ni qaus kubi. Ochsak nimani berish kerak? A kub plus oxirida b kub bor-ku. Shuni yoniga yozib tursam bo'ladimi? B kub 3 ta a kvadrat b. Xo'p, mana bulardan nimani chiqarsak bo'ladi? A kub plus b kub plus 3 ta ab qaus ichida a plus b qolib ketadimi? Mana shu formulasi kerak edi hozir bizga. Bo'ladimi? Ikkala tomonini men hozir nima qilaman? Aynan kubga ko'taraman. Bo'ladimi? Kubga ko'targandan keyin a plus b ni qaus kubi nimaga teng bo'ladi desa, mana shunga teng bo'ladi. Ya'ni a ni kubi, mana buni kubi. Nima bo'lishi kerak? 1 plus ildiz ostida x minus 1. Shunaqami? Plus b ni kubi. 1 minus ildiz ostida x minus 1. Shunaqami? Plus 3 ko'paytirilgan ab. A bilan b mana 1 ko'payishi kerakmi? Ikkalasini ildizi bir xil ekan, bitta ildizga olaman. Va ular a plus b, a minus b formula beradimi? A ni kvadrat 1, b ni kvadrat x minus 1 bo'lishi kerak. Ayirmasi bilan plus bo'lib ketdimi? Qo'shilgan. Keyingisiga o'tdik. O'zurisi ko'paytirilgan. Ko'paytirilgan. Qaus ichi bo'lishi kerak edi. Qaus ichi mana bu yerga yozib ketamiz. A bilan b ni yig'indisimidi? Sizlarga savol. Kubga ko'tarmasimdan oldin mana bu a, mana bu b emasmidi? A bilan b ni yig'indisi necha ekan desa, shunga 2 ishlatib ketsam bo'ladi. Uni ko'paytirgan 2 ekan shu. Teng nimaga desa 8 ga. Yetib bordim shu joy? Bo'ldi. Nima qoldi? Mablag' qisqarib ketdimi? 1 ga 1 da qo'shdik. 2 qo'shilgan 3 ko'paytirilgan kub ildizi ostida 2 minus x bo'lib ketadi mablag' qo'shsanglar. Ko'paytirilgan alohida ikkisi bor edi, mana bunga ko'paytirib 6 deb keta qolamiz. Teng 8 ga. 2 ni ayirishga o'tkazirsak 6 qoladi. 6 ga qisqartirsak kub ildizi ostida 2 minus x teng 1 ga bo'lib qoladimi? Ikkala tomonini kubga ko'tarsak 2 minus x teng 1 ga, x teng 1 ga degan javob kelib chiqadi. Mana o'sha boyagi birinchi o'ylagan birimiz. Tushundinglarmi? Endi bu birni so'ragan narsaga olib borsak, 1 taqsim 1 plus 2 natijada 1 taqsim 3 degan natijaga erishamiz. Tushundinglarmi? Savol yo'q, hamma tushunadi. Xo'p, demak, xudo xolisa sizlar bugun mana shu mavzuni to'liq yakunlab kelasizlar 85-misolgacha.